Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Azizbek Boyzayev. Bugun sizlar bilan HTML 7 dars bo'lib o'tadi, ya'ni table'lar, HTML'dagi table'lar. Xo'p, bundan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman, kanalimizga podpiska bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu sizlar uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin biz uchun bu katta narsa hisoblanadi. Va mana oxirgi darslarimiz ko'rib boring, hammasini kuzatib boring. Biz hali oldin yanayam kuchliroq qilishga kuch yig'amiz va qilamiz, videolarni chiqaramiz. Xo'p, bugun HTML jadvallari, ya'ni HTML table. Misol uchun shunaqa tablelar yaratamiz bugun. Table. Xo'p, bugun sizlarga nazariy o'tib beraman. Agar bo'lmasa men bitta amaliy qoraman, keyingi dars 8-dars amaliy qilib beraman. Chunki buni ham nazariy ham amaliy qilsam tushunmay qoladi odamlar. O'shaning uchun birinchi nazariy, keyin amaliy qilyapman har darsda. Xo'p, bu yerda o'zbeklarga mana shunaqa oddiy bir table yaratish bugun o'rganamiz. Xo'p, HTML jadvallarini aniqlang. HTML tilidagi jadvallar qatorlari va ustunlari ichidagi jadvallar kataklaridan iborat. Xo'p, birinchi bo'lib oddiy mana bu yerda oddiy bitta table yaratilgan. Buni men borderni olib tashlayman. Style boshqa qo'yishim. Qo'ymasam oddiy shunaqa bo'lib qoladi. Agarda men bu yoqqa ozgina break bersam mana bunaqa bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerda birinchi bo'lib nima deb olamiz? Table deb olamiz. Ya'ni table keyin style width 100% deb qo'yamiz ekan, farq yo'q, 100% berasan. Kerak emas. Bunaqa kichkina bo'lib qoladi. 100% bersalar bilasizlar, hammasini oladi. Xo'p, undan keyin tiri beriladi, undan keyin tig'i va kompaniya yoziladi. O'sha nomi yoziladi, nom. Table'ning nomi. Xo'p, undan keyin td yoziladi, keyin uni pastidan keladigan qiymati hisoblanadi, ya'ni Alfred's Fatercast mana kompaniya pastidan Alfred's Fatercast deb kelyapti. Ikkinchisida shuni yaratamiz, kontakt. Undan keyin Marianders. O'shanday qilib qilamiz. Bularni yana sizlarga zo'r ko'rsatib beraman. Bu birinchi dars, bu 7-darsda kamroq bo'lib qolishi mumkin video. Men uzr so'rab qolaman. Tushuntirib o'tib bermoqchiman, shuning uchun bugun nazariy, keyingi dars amaliy qilib beraman. Xo'p. Jadval hujayralari td, ya'ni har bir jadval katakchasi tag va tag bilan belgilanadi. Va tag bilan belgilanadi. Td. Xo'p, td jadval ma'noda anglatadi. Td, ya'ni mana bu td, oddiy mana bu td jadval ma'lumotlarini anglatadi. Td orasidagi hamma narsa td jadval katakchasining mazmunidir. Ya'ni bu yerda aytilyapti, mana bu narsa td degan narsa shu jadvalda mana jadval katakchasining mazmuni hisoblanadi ekan. Misol uchun email, undan keyin misol uchun nima deb qo'yamiz, table, keyin tr deymiz, misol uchun yana undan keyin th deymiz, misol uchun th nima qilamiz, thga emailga nima bo'lib qo'yamiz, misol uchun obuna bo'l yozib qo'yaman, link berib qo'yaman. Xo'p, undan keyin th deyman, bunday qilib qo'yaman. Bularni bitta bosaman, mana email tagida obuna bo'ling deb pastdan kelyapti, ko'ryapsan. Agar men buni 3 ta qilsam, misol uchun Korоче, men shunday qilsam, mana 3 taga bo'ldi. Agar bu ko'payib ketsa nima bo'ladi? Mana table yo'q, lekin pastda bor. Title yo'q, lekin qiymati bor-da, tushunasizlar? Shunday. Albatta ikkalasi ham bo'lishi kerak. Har bir jadval qatori
A bilan boshlanadi. Tr va tr tr bilan tugaydi. Ya'ni tr bilan boshlanadi va tr bilan tugaydi. Uni ichidagi narsalar o'zgarishi mumkin. td bilan th. Hop. Bularni o'qishyapmiz. Jadval sarlavhalari. Ba'zan siz hujjatlarning jadval sarlavhasi hujjatlari bo'lishini xohlaysiz. Bunday holatlarda th o'rniga dan foydalanadi. Bunday holatda th o'rniga dan foydalaning. td. th jadvalning sarlavhasini hozir men sizlarga o'rgatib o'tdim. th bu jadval sarlavhasini bildiradi. td bu tr bu stol qatorini bildiradi. td bu jadval ma'lumotlarini anglatadi. Daftarlaringni yozib olinglar, kerak bo'ladi. Zo'r mavzu o'tib berdim. Xo'p. Mana bu yerda testni ishlab qo'yasizlar. Mashq testi. Hozir uchun to'g'ri nomi nima? Uchun shularni ishlab aniq qo'yasizlar. Mashq qilib daftarlaringiz bo'lsa daftarga ham yozib olinglar. Albatta kerak bo'ladi. Xo'p, hammaga xayr. Sizlar bilan Aziz bo'ldi. Hammaga xayr. Bugun kam bo'lib qoldi. Hammaga xayr.